Assalomu alaykum, yaxshimisiz aka? Charchamoqsizmi? Bu kottejmi, nima bu aka? Bu kottej, Aha. bu sotuvga qurilgan. Shu narxga yetayotgan narxingizga beraverasizmi? Kvartira ham bermayapti-ku bu narxga. Shaharda kvartira ham yo'q. Bo'lmaydi, remontlari bilan chotki, to'pli pol avtonomli отопление. Bo'ldi aka, unda bitta obzor qilib ko'rsatib chiqing. O'rtoqlar, bunaqa narxga ko'rdinglar, kvartira ham bermayapti. 5 xonali, 1,5 etaj deyaptilar. Hozir ko'ramiz qanaqa etajligini. Hozir to'liq obzor hamma ma'lumotlarni berib o'taman, ko'ringlar. Xona uyimizda butunlay yangi remontdan chiqqan, bemalol ko'ra olishinglar mumkin. Kirasizlar, bitta mebel texnika o'rnatasiz, mazza qilib yashurasiz. Akam 1,5 etajlik deyapti. Men hali ham ishonmayapman, realni 1,5 etajlik. Pastda ham joy bor deyapti. Bu yoqda sanuzilni bemalol ko'ra olishinglar mumkin. Santexnika hamma narsa o'rnatilgan. Mana bitta 1,5 etaj deyapti. Bu yoqda ham xona bor ekan. Men o'zim endi kiryapman. Bunaqa narxga kvartira ham bermayapti-da, ko'rasizlar o'rtoqlar. Obzor qilib uylarimni Obzor qilgan uylarimda eng arzoni shu bo'lyapti hozir. Qarang. Narxi вообще shikarniy. Mana bitta hovlisi ham bor ekan, mashinani qo'yib qo'ysanglar bemalol bo'ladi. Narxiga keladigan bo'lsak, 75 mingga sindirdik. Realni oladigan klientlar bo'lsa, kelishtirib chiroyli qilib beramiz. Bunaqa variant faqat Uy bozor kanalida bo'ladi. Kech bo'lsa ham bitta like bosib, niyat qilib qo'ying, hammamizga nasib qilsin shunaqa uylarda yashash. Narxini ko'rdinglar. Realni bunaqa narx faqat bizda Uy bozor kanalida bo'ladi. Podpiska bosib, like bosish esdan chiqmasin o'rtoq.